Ayol kishi o'zi bilmagan holda jannatda bo'lib ketar ekan. Erini, bolalarini kirini yuvgan xotin gunohini yuvgan bilan barobar bo'lar ekan. Bir kecha bola emizganiga bir kunlik toat ibodatni savobi yozilar ekan. Kasal bolasini uxlamasdan qarab chiqqan ayolga bir yillik toat ibodat savobi yozilar ekan ro'zasi bilan. Uyini supurganda bismillahirrohmanirrohim la ilaha illalloh deb supurgan ayol xuddi xonai Ka'bani supurganning savobini olar ekan. Dasturxon yozganda, ovqat qilganda bismillahirrohmanirrohim desa uyga fayz, baraka kelar ekan. Qashshoqlik yo'lamasa, ayol kishi o'zi bilmagan holda jannatda bo'lib ketar ekan. Erini, bolalarini kirini yuvgan xotin gunohini yuvgan bilan barobar bo'lar ekan.